Yaxshi bo'ldi. Bo'lmasam gaplasharmiz-a? Chiqarib yuborur pulni jo'natib yuboraman. Ushbu film Alisher Avazov hayotidan olingan. Assalomu alaykum. Alisher, men Jasurman. Meni tanidingmi? Bitta maktabda o'qiganmiz. O'shanda sendan qarz olgandim. Tuhmat 2-qism. 1991-yil oktyabr. 2, 3, 4, 5. Alisher, Jasur. qara bitta ish bor. Puling bormi? Uni ko'paytirish zo'r yo'lini bilaman. Xola, narsalarimga qarab turing, hozir kelaman. 50 so'mmi? 10 kunda 2 barobar qilib qaytaraman. Rostdanmi? Ha, og'ayni gapimga ishon. Men shu yerda kutib turaman. Bo'pti, tezroq chiqaman. Hozir. Mana Jasur. Rahmat og'ayni. Bo'ldi, 10 kunda qaytarasan. Bo'ldi. Rahmat. Sen xotirjam bo'l. Ba'zan biz insonlar oson pul topishga ishonib qolamiz. Oradan 10 kun o'tdi. Qattan shuncha kun o'tib ketdi. Uyga bormasam bo'lmaydi. Ha, qani menga qara Jasur. Pulimni qachon qaytarasan, ha? Vaqt o'tib ketdi-yu. Hop, 3 kun kutib. Hozir bermasang, uyingdagiga ketaman. Bo'pti, o'zingdan ko'r. Qani? Ada qarang, anu bo'lmagan. Sanimi? Mana men bola. Menga qara, aytvacha. Senmisan o'sha bo'lmagan qiladigan? Buyakka, o'tir mashinaga. Sendan qarzi bor o'g'lingizni. O'tir. Qo'y boring dedim. O'tir dedim senga. Qarzi bor uni. Sanam tezchim. Bo'l. Qanday vaqt? Menga haqiqatni ayt, qarzing bor-u. O'zing aybdorsan. Qayda aka? Men senga ko'rsatib qo'yaman hozir. Qamatish kerak uni. Ey eshik och. Onangga qaramaysanmi? Bu ko'chada o'g'ling hammani vimbagatga yuribdi. Qamat boraman, bilib qo'y. Mana aybim yo'q. Otangga gapir qilmishlaringni. Agar aybdor bo'lsa olib ketinglar. Voy, nima qilyapsiz? Ana mashinaga olib chiq buni. Hali bor, siz aralashmang. Bolangizga qarab qo'ying undan ko'ra. Hali yur. Meni ko'rsataman sizlarga. Voy, bolam. Kechir do'stim. O'shanda senga xiyonat qilgan. Alloh uchun kechirganman do'stim. Kechir. Men seni qanday kechirganman do'stim? Kechir meni do'stim. Alloh kechirimliklar bilan birgadir. Assalomu alaykum azizlarim, mana sizlar ikkinchi qismni ham ko'rib bo'ldinglar. Men xursandman. Ya'ni bizni serialimiz yo'qotgan ekanki, siz shuni muxlis bo'laroq ko'ryapsiz, o'zingizni hayotingizga ibrat bo'layotgan bo'lsangiz, men xursandman. Bu ikkinchi qismda men maktabdan chiqib bozorda tirikchilik qilardim-da, ya'ni bozorda o'sha paket sotardim, hamma narsa, kartoshka va hokazo, xullas hamma narsani bozor tirikchilik sotardim, esimda bor. Maktabda o'qirdim, menimcha hozir aytayotgan narsam 8-sinflar paytlarim. O'sha payt meni oldimga maktabda o'qiyotgan, mendan 1 yosh kichkina sinfda o'qiyotgan bola keladi. Zo'r ish bor deydi. Hozir 5000 tiksang, 5000 so'm esimda yo'q-da, endi ancha vaqt o'tib ketdi. 5000 so'm tiksang, 2 haftada 10000 so'm bo'lib keladi. Zo'r biznes yo'lim bor deydi. Zo'r biznesim bor. Yo'q, 5000 emas ekan, 50000 so'm tiksang deydi. Esimda bor, endi men yozi bilan pul yig'ib tishimga qo'yib, yozi bilan pul yig'ib yozadi-da u. Sentyabr oxiriga o'zimga kiyim olib, ozgina zapas bilan chiqardim maktabga. O'shaning uchun ishlardim, chunki bizni oilamiz unaqa boy oila bo'lmagani uchun o'zim ishlab topardim-da. Onam yordamlashardi, lekin aksariyat bozorda o'zim ish qilardim. Va esimda bor, o'sha payt 75 so'mni pul yig'ib qo'ydim. 25 rubllardan yig'ib qo'ydim 3 ta. Va bo'pti deganman-da, to'chni berasanmi? To'chni shunaqa zo'r bo'ladimi? Biznes ham zo'r bo'ladi. Zo'r rosa ko'p foyda qilasan deganda. Uyimga billa olib borib, esimda bor, kolonka bo'lardi. Kolonkani zalda kolonkani orqasiga bekitib qo'yardim-da pulni. O'sha yerdan olib, ana tiflab yig'gan pulingizni har kuni kechqurun sanaydigan pulingiz bo'ladi-ku, o'sha pulni bir so'm qilib yig'adigan pulingizdan 50 so'mini olib, 25 so'm pul qolgan adashmasam, 50 so'm pulini olib berganman. To'chni berasan-a deganman. To'chni beraman, nima deyapsan? Birisi ishontirganda. O'z aslida bizni bilishimiz kerakki, bizani shu yoshgacha aldagan insonlar
bizani ko'zimizga qarab aldaganda. Ya'ni ko'zimizga qarab, ishonchimizga kirib aldaydi-da. O'shaning uchun ana ko'ziga qarab unga baho berasiz deyishga men qo'shilmayman. Aynan ko'zimizga qarab, bizani ishonchimizga kirib aldab qo'yishadi. Bir e'tibor bering, hayotingizda mana shunaqa bo'ladi-da. Va u pul olib ketadi. O'sha 8-sinfda men endi xursandman, bozorda ishlayveraman, mana endi pulim 100 so'm bo'lar ekan deb 25 so'm pulim uje rejalab qo'yganman, boshqa narsalar olaman, kiyim-kechaklar olaman, zapasim bo'ladi maktabda debdi. Lekin 2 haftadan keyin kelmaydi u. 2 hafta o'tdi, 2 haftadan oshdi, 3 haftacha o'tdi, kelmadi. Keyin men uni uyini qidirib boraman. U mahallada yashardi, Dagestanskiy mahallada. Biz Bo'z bozorda yashardik. 148-maktabda o'qiganmiz. Tojiy mahalla bo'lardi u, Parkenskiyning to'g'risida. O'sha yerda mahallaga borganman. Mahallani qarasam, eshigini tegib o'ynab yuribdi u. Bolalar bilan futbol o'ynab yuribdi-da. Va aytganman, menga qara deganman. Qani meni pulim desam, aytganki, "Yo'q, hozir puling yo'q" deganda, "Hozir bor ket" deganda. Men aytganman, "Yo'q, yo sen menga hozir pulimni qaytarib berasan, yo ota-onangni chaqirib, ota-onangga aytaman bo'lgan ishni" deganman-da. Bo'lmasam to'xtab tur deganda, bo'lmasam to'xtab tur, qarasa iloji yo'q, baribir uyga kiraman, baribir aytaman. Bo'lmasam to'xtab tur deganda, uyga kirib ketgan, uyga kirganda Bobik turgan, Bobik derdi, u payt Uazik mashina, militsiyalarning mashinasi. Bir payt katta kishi yugurib chiqyapti, orqasida yana ikkita kishi yugurib chiqyapti-da. U ham chiqyapti-da, ular bilan birga, ana bitta katta kishi tapchka kiyib olgan, "Qani u?" deyapti-da. "Mana" deb meni ko'rsatyapti-da. Endi u yugurib kelib, katta amaki meni urib ketdi-da. Men hayronman, men tushunmayman. 8-9-sinf bolaman, meni uryapti-da, men tushunmayman. Nima uchun uryaptgani uchun? Nima uryapsiz meni? Desam, "Sanmisan meni o'g'limdan pulni so'rayotgan, vimogat qilyotgan, ya'ni go'yoki men o'g'lini gruzit qilib qo'yib, pulga qanaqadir firibgarlik qilayotganimda, uni ustidan bosim qilib pulni talab qilayotganda deb tushuntirganda, u ada kelib mana bizani hozir mana deb pul bo'ynimizga qo'yib pul talab qilyapti deganda gapirdi-da. U otasi militsiya ekan, ichkarida o'zini ulfati bilan ayvonda ichib o'tirishgan bo'lgan. Bu kirganda mana shunaqa bir bola kelib mendan vimogat qilyapti degan, o'shaning uchun chiqib otasi meni urgan. Endi men tushungandan keyin vaziyatni gapir rostini desam, gapirmoqda-da rostini. "Yo'q, sen shunaqa talab qilding" deyapti. Yana shu urib Bobikka o'sha Uazikka tiqishgan meni. "Hayda" deyishgan, "Rovodaga" deyishgan. Men yig'layapman, "Gapir rostini" desam, rostini gapirmaydi, ya'ni o'sha maktabdosh. Keyin baxtimga qayerda yashaydi degan o'sha Bo'z bozor Maksim Gorkiy desa, "Yo'limiz, davay kiramiz" deganda kirishgan. Kirishganda o'sha yerda xotinlar yig'ilgan, ota-onamni chaqirishganda, "Kim bu?" degan, "Meni o'g'lim bo'ladi" degan odam, "Mana shunaqa narsalar qilib yuribdi o'g'lingiz. Birovlardan talab qilib yuribdi pulni, vimogat qilyapti" degandan keyin o'g'lim adam endi ibodatli odam aytganki, "Agar o'g'lim aybdor bo'lsa, olib ketaveringlar" degan. "Jazosini olsin" deganda. Men undan battar mazam qochib qolgan. U yerda yaxshi, ana xotinlar to'polon qilib, xolalarim to'polon qilib, zo'rg'a sudrab olishgan, meni mashinadan chiqarib olishgan, ular ketgan shundan. Ichimda alamim qolib ketgan, chunki shuncha topgan pulim shu bolada qolib ketgan. Endi vaqt o'tib shu bolani ko'ryapman, 1 yil, 2 yildan keyin o'sha yoshligimda, har gal meni pulimni qaytarib beraman deydi. Hattoki 5 yildan keyin ko'rganman. Lekin menga u payt rahmim kelgan bolaga. Chunki uni holati o'zgarmaganda. O'sha holat bo'lgan. Ya'ni menga tuhmat qilgani bunga baraka emas, buni battar hayot sindirishni boshlaganda. Va hissadan qissa nima bo'ladiki, mana men uni kechirib yuborganman bugungi kunda. Va kechirganim bilan bu bolani shuncha yukka o'zida ko'tarib yurishi juda musibatli bo'lgan. O'shaning uchun bu yerda xulosa shu bo'ladiki, agar sizga kimdir tuhmat qilgan bo'lsa, sizga kimdir mana shunaqa holatlar qilgan bo'lsa, bilingki, bu sizni hayot yana bitta sinovga sizni tarbiyalayapti. Siz bu har bitta sinovdan ibrat olishingiz kerak. Agar sizni aldab ketishdimi, u boladan siz xatolarni qidirmang, undan qaytib pul so'rashni o'ylamang. Biroz kesing, esdan chiqaring, oldinga qarab yuringda, saboq oling. Nima qilsa bo'ladi? Demak, men keyingi safar qarz berganda puxtaroq bo'laman. Qarz beradigan bo'lsam, hadya qilib yuboraman. Qarz beradigan bo'lsam, hujjat qilib olaman va hokazo.
mana shu narsalar bizga dars bo'lib borganda, o'shaning uchun bu ham menga dars bo'lgan. Men juda ham xursandman bu darsdan. Lekin bu darsdan uga qiyin bo'ldi, chunki u bu narsadan juda azoblandi deb bilaman. Ha bolalar, Поддержкang kerak. mana mollar yaxshi ketmayapti. Kim отвечать qiladi? Bu damzor. Qani, olib kelver. Kassa yo'q, Asad ham yo'qolib qoldi. Pul qani? Bor-ey, o'zing hal qilib olarsan.